Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Uzr, bezovta qilib qo'ydik. Yo'q. Gulbahor opa bilan bog'landikmi? Ha, men bo'laman. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kunlar, ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan shukrona ayyomingiz, yana bir xayrli yoshingiz, Alloh izniyle dunyoingizni ko'rgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ilohim. O'zimni tanishtiraman, ayni fursatlarda yaqinlarim uchun tabriklarim loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kuningizda sizga yetkazishimiz kerak bo'lgan ajoyib tabriknomamiz bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehriboningiz yo'llabdilar? Taxmin qilib ko'rasizmi? Rahmat. Tashakkur. Taxminingiz bormi? Ushbu tabriknomani kimdan kutar edingiz? Farzandlarimdan birinchi o'chiribdi. Albatta. Jigarlarimdan. Sizni juda yaxshi ko'ruvchi, dunyodagi eng mehribon ona bo'lib, farzandlaringizga go'zal tarbiya berib, asrab, avaylab hech kimdan kam qilmaganingiz uchun bugun sizga rahmat so'zlarini yetkazishni xohlabdilar. Mehriboningiz, qizingiz Sevinchxon. Rahmat. Sizni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Bugungi kuningizda biroz bo'lsa ham ko'nglingizni ko'tarish maqsadida biz orqali samimiy tilaklarni yo'llabdilar. Mehriboningiz Sevinchxon qizingiz. Agarda ijozat bersangiz, Allohning vakil qilgan holatda Alloh roziligini niyat qilib, Alloh o'zi qodir etganchalik o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Tashakkur. Assalomu alaykum mening mehribonim onajonim. Sizni bugungi Allohga banda, Habibiga ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mehribonim onajonim, siz men uchun oddiy ona emas, balki hayotimdagi eng buyuk, eng ulug' insonimsiz. Menga saboq bergan, doimo qo'llab-quvvatlagan, har bir qadamimda yo'lboshchi bo'lganingiz uchun qalbimdan chuqur rahmat aytaman. Sizning mehribonligingiz va fidoiyligingiz olamga tatigulik. Agar dunyoda eng ideal inson bo'lsa, men uchun bu sizsiz onajon. Sizni bolaligimdan buyon kuchli, dono, mehribon va oqila ayol inson sifatida ko'rib kelaman. Har doim yonimda turganingiz, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatganingiz va har qanday vaziyatda ham ishonch bildirganingiz uchun cheksiz rahmat. Sizning ishonchingiz meni yanada kuchliroq, matonatliroq va hayotga bo'lgan muhabbatimni oshirgan ona. Bugun hayotimda qanday natijalarga erishgan bo'lsam, barchasining ortida sizning mehnatingiz, mehringiz va sabr toqatingiz turibdi. Siz menga nafaqat yashashni, balki chinakam inson bo'lishni o'rgatgansiz onajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizning sog'lig'ingiz, baxtingiz va tinchingiz men uchun eng muhim narsa. Har doim yonimda bo'ling. Mehribonim onajonim, birga baxtli hayot kechiraylik. O'zingizni ehtiyot qiling, baxtimga sog' omon bo'ling deya Sevinchxon qizingiz ushbu satrlarni siz uchun yo'llabdilar. Rahmat. Baxtlarini ko'rishlik nasib qilsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Qadrli opajon, ana endi mana shu mehriboningiz, qizalog'ingizni yana bir she'riy nomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasak maylimi? Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar. Ilohim. Dunyoda nima niyat qilishgan bo'lsa, farzandlarim ham niyatlarga yetsin. Ilohim. Amin. Bularning qatorida jigarlarim, ota-enam, yaqinlarim hammalari birgalikda yaxshi kunlarni ko'rib yashab yuraveraylik. Ilohim. Amin. Aytganingiz kelsin.
Rahmat. Siz umrim gavhari jannatim onam, mehribon quyoshim davlatim onam. Menga tatirmadi sizsiz dunyosiz, siz borsiz ulug'vor savlatim onam. Tug'ilish o'lim bor bir qadam dunyo, umr ham o'tadi oqar suv daryo. Ulfatim do'stlarim ko'pdir, ammo siz kabi bo'la olmas o'zgasi onam. Tunlari uxlamay beshiklari quchgan, men uchun bedorlik og'usin ichgan. Ayting kim meni deb oromdan kechgan, siz kabi bo'la olmas o'zgasi onam. Yiqilsam avaylab ustimni qoqqan, yomon yiqildingga deb javdirab boqqan, ko'z tegmasin deb ko'zmunchoq taqqan, oh qalbi quyoshim osmonim onam. Qarzimni uzolmayman ikki dunyoda, mehringiz sochilgan yulduz samoda. Kechiring ranjitgan bo'lsam mabodo, boylari jannatim mehribon onam. Ko'milib yashamay mayli tilloga, iltijo qilaman yig'lab Allohga, niyatim olib boray Makkatullohga, yuzlari nurafshon osmonim onam. Oyog'ingiz ostida ostona bo'lib, sadarayxonlar hidiga mastona bo'lib, tizzangizga go'dakdek boshimni qo'yib, allangiz tinglasam maylimi ona? Yuragim ketdi-da bugun bir to'lib, yaxshi so'z topmadim bir qiziz bo'lib, xayolimda turibsiz ro'molda kulib, farishta yuzligim jannatim onam deyish bajoyib she'riy nomani ham siz uchun yo'llabdilar. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga ham qadrli opajon, bugungidek ayyomingizni unutilmas go'zal holatda o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Yaqinlari baxtiga har doim omon bo'ling. Salomat. Rahmat. Boylarga shukr, rahmat. Aytganingizga. Ilohim, omon bo'ling. Chiroyli onam bor, yuzlari gul-gul, ko'zlari chiroyli, sochlari uzun. Nimalar qilmadi axir men uchun, ey hayot onamni qaritmay turgin. Menda ham orzular bo'yimdan baland, xohlayman onamni qilishni xursand. Yo'qchilik ozgina beryapti-da pand, ey hayot onamni qaritmay turgin. Ro'zg'orim tashvishi eng katta g'amdur, unisin to'ldirsam bunisi kamdur. Noliganim yo'q, Xudoga hamdur, ey hayot onamni qaritmay turgin. Duolar qilasiz boshimni silab, Xudodan erta kech omadim so'rab, farzandlik haqqimni olguncha to'lab, ey hayot onamni qaritmay turgin.